Hamma narsa mana dabdala qilishibdi. Mana biz ham shu bayram arafat Navruz ayyomida chin yurakdan tabriklayman. Super. Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Mana bugungi videorolikimizda biz sizga Navruz bayrami kirib kelganligi sababli tansiq taomlardan biri sanalmish dimlama tayyorlanish jarayonini ko'rsatib o'tamiz. Bu o'rgatish emas. Har doim aytib o'tganimdek, bu bor yo'g'i sizlarga ko'rsatib o'tish jarayonida. Kimdir o'rgangisi kelsa o'rgansin, kimdir ko'rib ta'mini bosgisi kelsa bossin. Marhamat. Bugun eslatib o'taman, yurtimizda bahor faslining ikkinchi bayrami, ya'ni Navruz bayrami. Navruz bayramiga atab shunday shirin taomni tayyorlash jarayonini ko'rsatib o'tmoqchiman. Marhamat, tomosha qiling. Bizga buning uchun kerak bo'ladi mana bunaqa mol go'shti kareykalari, ya'ni mana o'sha biqin joylaridan rahm joylari kerak bo'ladi va albatta o'zimizning mana uyda boqilgan xonaki quyon go'shti mana. Bu quyon go'shtidan hozir men sizlarga shunaqa shirin taom tayyorlanish jarayonini ko'rsatib o'taman. Marhamat, kezi kelsa sizlar ham tayyorlab ko'ring. Buni olish qiyin emas. Quyon go'shti har yerda bor hozir. Masalan, Korzinka, qolaversa mana o'zimizning tumanlarda go'shtchi degan do'konlar bor. 100-120 mingdan narx-navosi. Mana mol go'shti bilan quyon go'shtini ham to'g'rab oldik. Ya'ni bo'laklarga bo'lib oldik. Endi bu har ikkala go'shtni ham bir idishga solib chiroyli qilib marinovka qilib olamiz. Shtob o'sha kechqurun pishirishdan oldin o'sha qozonga taxlayotganda tayyor marinovkasi bilan taxlanadi. Aralashtiramiz. Demak, navbat masalliqlarga o'sha tanlarimizga solinadigan masalliqlarni to'g'rab olamiz. Mana azizlar, ovqatimizni boshlaymiz. Bugun mana 21-mart 2025-yil roza kunlari. Kechki aklas mana iftorlikka rozadorlarimizga juda shirin mazali taom tortish maqsadida hozir bu ovqatimizdan 2 soat oldin dimlayapmiz. Sababi aklas 2,5 soat dimlanib tushguncha maromiga kelib og'zimizda eriydigan ovqat bo'lib pishadi. Marhamat, joylashtirish tartibini tomosha qiling. Ya'ni masalliqlarni joylashtirish tartibi bu.
Bir narsani aytib o'tmoqchiman, hurmatli obunachilar. Men bu ovqatga, ya'ni dimlamaga karam solmayman. Sababi bilmadimmi, karam sal bizga yoqmaydi. O'shaning uchun karam solmayman. Karamsiz tayyorlayman. O'zi shundoq ham zo'r bo'lsa kerak, karamsiz ham. Oradan 2,5 soat o'tib ketdi. Ovqatimiz ham xil-xil bo'lib tayyor bo'ldi. Mana kakras o'sha og'iz ochar paytga iftorlikka ovqatimiz tayyor bo'ldi. Mana hozir sizni kuzatuvingizda taomimizni suzamiz. Marhamat tomosha qiling. Bismillahirrohmanirrohim. Mana ovqatimizni ham ochdik. Mana pomidorlar tushib ketgan. Pastga kartofellar tepada, go'shtlarimiz ham qalqib chiqqan. Hozir aralashtirib qo'yganimdan keyin mana suzish jarayoni. Mana o'sha quyonni oyog'i. Hurmatli tomoshabinlar, mana bugungi bayramimiz, Navro'z bayramimizga atalgan taomimiz ham pishdi. Mana yon va mol go'shtiga tayyorlangan karamsiz dimlama. Kididan juda mazali. Hozir tatib ko'ramiz. Marhamat, kelinglar. Shu fursatdan foydalanib, hurmatli obunachilarim, hammalarni mana shu bugungi kirib kelgan Navro'z ayyomidan chin yurakdan tabriklayman. Hammalarni oilalarga fayzu barakat tilayman. Mana shunday ulug' ayyom kunlarida kimki nimaki niyat qilsa, albatta niyatlariga erishib, oilasidan baxt va saodat arimasin. Rahmat, sog' bo'linglar. Bismillahirrahmanirrahim. Super. Apa charchamayapsizmi? Sumaylar. Mana bu opamiz bo'ladi. Opamiz ham. Alo. Salom qo'y opa. Salom. Qani yo'qda. Qani beringchi. Boya chiroyli bo'lgan ekan, hamma narsa mana dabdala qilishibdi. Mana biz ham shu bayram arafasi sumallarni kovlab qo'yamiz. Qachon pishadi endi bu? Ertaga ertalabmi? Ana qo'ni-qo'shnilar bilan qo'sizlarmi? Mayli, yaxshisi. Qora. Yaxshimisizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Uzar. Mayli, sog' bo'linglar. To'g'ri. Oldida qaling. Sog'lig'ing yaxshimi? Voy, katta jiyanlarim bor. Mana katta jiyanim, ustozim, katta qizlari. Bu Durdonaxon, asal qizim. Va nevaram bilan teng, katta nevaram bilan. Bu ham oppoq qiz. Mana shunaqa. Rahmat. Olov. Po'latov Fazliddin Odilovich. Yaxshi inson. Hurmatga sazovor inson. Mana bularni bir ko'rgani keldim. Qani? Ha, rahmat, o'ylayapsiz. Ha, bayram avjida. Zo'rmi? Zo'r.
Chiroyliroq qilib xabar qildi. Soatlari zo'r-ku, ha? Ha. Mana. Ha, pastda turdim. Mana ustozimning xonadonida o'tiribmiz. Fazlaga yaxshimisiz? Katta jiyanim, mana shu ustozimning katta qizlari, bundan keyingi o'g'il katta jiyanim. Bu qizlardan katta jiyanim. Mana biz kichkinasi. Bo'pti, sog' bo'linglar. Sumalinglarni davom ettiringlar. Yaxshi pishsin. Hamma qizni olib kelsam, yig'lashadi. Ömrünüz?